Elektrik do'koni bu yerda eng yaxshi do'kon qaysi ekan, ha? Может, mana bola bular. Salom aytsa, assalomu alaykum. Salom. Ukam yaxshimisiz? Menga ana elektr do'kon kerak. Eng yaxshisi qayerda? Sharxonda. Sharxondagi eng yaxshi shu Pajar ko'chada Chin degan do'kon bor. O'zimiz ashdan foydalanamiz. Ashda yaxshisi deb bilamiz. Eng yaxshisi haqiqatda o'shami? Ashlar. Pajarni ko'chadagi Chin do'kon. Pajarni ko'chadagi? Pajar ko'chadagi Chin do'koni. Qo'shnilar yaxshimi? O'zamashdan narsa olasizmi doim? Olaman o'sha yerdan. Pajar ko'chada Chin do'kon bo'ladi aka. Toshni yashaydi aka. Pajar ko'chadagi Chin do'kon. Yashayapmi? Odamlar maqtayib turgan Chin do'kon shu bo'lsa kerak menimcha. Bu Pajarni ko'cha ekan. Yaps. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odamlar tilidagi Chin do'kon xuddi shu do'konmi? Xuddi shu aka. Sizlarda haqiqatda super mega narxlar bombaligi rostmi? Bomba. Nima xizmat aka? Menga qanaqa illyustralar kerak? Mamdaqa chiroyli illyustralar kerak. Ular qanchadan bo'lyapti? Ular 1.300 ming skidkaga tushganlardan. Xo'p. Mana ularchi? Ular 750 ming so'm. Uylarga 7 metr, 8 metrli uylarga tushirib bemalol. Ha. Mamdaqa agar elektrika narsalar kerak Boy bo'lsa, narsa, bir fazadan 3 fazagacha boy narsa bor. Kimga kerakli bo'lsa, kelinaveradi, shetamiz. Agar mobodo meni bu yoqqa kelish imkoniyatim yo'q, do'koningizga Dastavkamiz ham bor, dastavka ham jo'natib beraveramiz. har xil stildagi narsalar jo'natib beraverasizlar ekanda. Beramiz, Batafsil ma'lumotlarni telefon qilib bilsam bo'laverar ekanda. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Endi odamlarga qiziqda. Hamdaqa avtomatlar odamlar tushunmaydi-yu, o'zlari tushuncha beraverasizlarmi? O'zimiz tushuncha beraveramiz. Bir fazadan 3 fazagacha bor avtomatlarimiz bu xili. Kim qanaqa avtomatlar zakaz qilsa, jo'natib ham beraveramiz, tavsiya ham beraveramiz. Manaqa impulsli relaylar chiqqan, o'zi kilovatni ko'rsatib turadi bular. To'kiz bir xilda ushlab turadi. Zamkani, boshqa balobatlar narsalar bo'lsa, mana shunda o'zi ushlab, o'chib, yonib ishlayveradi bexijolat. Buni hamma kafolati ham bor, kuyib netib bo'lsa. Ha. Ko'p gapirmaymizda, sizni manzilingizni yana bir qator eslatib o'tamiz. Qarang. Bu yog'i Pajarni ko'cha. Rashmit binosini oldida. Uchta Samarqand gilamlarni ro'para. Aka keyin do'kon bor, ishxonalar, qayga uy joy degan joylar bo'lsa, mana bu katta-katta lampochkalarimiz bor. Fabrika bo'lsa ham bor. Ishlab chiqarishlarga ham boy narsa hamma yo'q bor. Shu yerda xizmatdamiz. Telefon beramiz. Sharxon Pajarni ko'cha, Fazlin desa bu odam taniydi. 94 297 10 20. Bo'ldi ukam, kattakon rahmat.